Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men sizlarga $700 to'yga xizmatga borgan bitta ansamblni hozir haqiqiy ashula aytishini qo'yib beraman. Sizlar eshitasizlar. O'zingizlar baho berasizlar. Ko'pchilik bilmaydi shuni. Bilmaydi-da, hozir shu san'at shunaqa darajaga tushib ketdiki, shunchaki odamni kulgisi ham keladi, bir yig'laysi ham keladi, to'g'risi. Estinglar, boqaringlar mana. Vale, 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 oyna, oyna. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa ashula chiqyapti. Ozodbek Nazarbekev shularga sal e'tibor berib qo'ying. Bu san'at qayerga qarab ketyapti? Shularni bir yo'lini bir topinglar, bo'lmasa biz top beraylik, yordam beraylik, bir fikr qilaylik. Bu san'atkor san'atkorligini qilsin. U kim bo'lsa bu san'at buzilib ketyapti-yu, hamma aynib aytadigan hamma o'zini ishini qilsin. To'g'ri aytsin. Uni ham o'zini maktabi bor, shu maktabiga borib o'rgansin. Gap bo'lishi mumkin emas unga. Biz ham yo'l ko'rsataylik, yo'l-yo'riq. Masalan, shogirdlar bo'lsa, unga qo'limizdan kelganicha yordam beramiz. Faqat endi sal haligi to'yga aytayotganlar sal tekshirib aytinglar. Kim aytayotganinglarni bilinglar. Bu yoqda birovni plyusini qo'yib olib xohlagan narsasini aytyapti. O'zi asli ovozi mana, ko'ryapsizlar. Mikrofonni o'chirmagan. Bu yoqda yana pultda yozilgan bu narsa. Sizlarga bilinmaydi-da, shunaqa qilib bu yoqda haqiqiy chiqayotgan ovozi shu. E'tibor beringlar, iltimos. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.